Assalomu alaykum qarindoshlar. Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun yurak tez soqishningki sabablari va uning oqibati degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi yurak tez soqishningki sabablari, ya'ni qandaq omillarning yurakning tez soqishini keltirib chiqardiganligi, u uzun muddat davom qilgan vaqtida qandaq oqibatlarning kelib chiqadiganligi va bizning qandaq qilib uning oldini olishimiz kerakligi to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinglar leksiyaning tafsilotida bo'lsin. Yurak inson to'ralgandan keyin eng burun shakllangan organlarning biri bo'lib, urug' bilan tuxum berikib, to'ralma hosil bo'lgandan 5-6 hafta keyin yurak soqishga boshlab, toki odam o'lib ketganga qadar to'xtamay soqib turdi. Balog'atga yetgan sog'lom bir odamning yuragi har bir minutda 60 qitimdan 100 qitim, har soatda 3600 qitimdan 6000 qitim so'qib, uchaydan ozuqliqqa va o'pkadan oksigenga erishib kelgan qonni yurakdan siqib chiqarib, badanning har qaysi joylarini ozuqliq va oksigen bilan ta'minlab, badanda paydo bo'lgan karbon oksidni o'pkaga, qolgan qoldiq moddalarni böbrek va jigarga ilib berib, butun badanning normal funksiyasini saqlashda alohida muhim rol o'ynaydi. Undaqda bu yurak qandaq soqsa, ya'ni minutiga qanchalikdan ortiq soqsa, yurak tez soqqan bo'ladi degan vaqtida bu o'xshamagan yoshdagi insonlarga asosan farqli bo'lib, 1 oylikdan kichik bo'lgan yangi tug'ilgan bovaqqa nisbatan yurakninki normal soqishi 70 dan 190 qitim orasida bo'lg'achqa, ularga nisbatan kam deganda 200 qitimdan ortiq soqsa, yurak tez soqqan hisoblanadi. Ondan 1 oylikdan 11 oylik orasidagi bovaqlarninki yuragi normalda 80 dan 160 qitim soqadigan bo'lg'achqa, ularning yurak soqishi 160 dan eshib ketgan vaqtida ondan tez soqqan hisoblanadi. 1 yoshdan 2 yosh orasidagi bovaqlarninki yuragi normalda 80 qitimdan 130 qitim orasida soqqanligi uchun ularning yuragi agar 130 qitimdan eshib ketsa, ondan yurak tez soqqan bo'ladi. 3 yoshdan 4 yosh orasidagi bolalarninki yuragi normalda 80 qitimdan 120 qitim soqqachqa, ularga nisbatan yurakning soqishi 120 qitimdan eshib ketsa, yurak tez soqqan hisoblanadi. 5 yoshdan 6 yoshlik orasidagi o'smirlarning bo'lsa, normalda yuragi 75 qitimdan 115 qitim soqadigan bo'lg'achqa, ularga nisbatan yurakning tez soqishi 115 qitimdan ortiq soqishi kerak. 7 yoshdan 9 yoshlik o'smirlarninki yuragi normalda 70 qitimdan 110 qitim soqqan bo'lg'achqa, ularga nisbatanmi yurak tez soqishningki o'lchami farqli, ya'ni 110 dan oshgan bo'lishi kerak. 10 yoshdan cho'nglar, ya'ni 10 yoshdan oshgan o'smirlar, balog'atga yetganlar va yashanganlar, ya'ni ko'p sonda insonlarninki yuragininki soqishi normalda 60 qitimdan 100 qitim orasida bo'lg'achqa, ko'p sonda insonlarga nisbatan yurakning soqishi 100 qitimdan eshib ketsa, yurak tez soqqan hisoblanadi. Ammo bu kasbiy tantarbiyachilar, ya'ni alohida chiniqqanlarninki yuragi normalda 40 qitimdan 60 qitim orasida soqadigan bo'lg'achqa, ularning yuragining tez soqishiga bo'lgan o'lcham boshqalardan biroz farqli.
Shundaqdimi bu yerda ko'p sondagi insonlarga nisbatan yurakning tez so'qishining o'lchami 100 qitimdan ortiq bo'lib, tövəndə asosliqi mushu yosh gruppasidagi odamlarni asos qilib so'zlamoqchi. Men yuqori deb o'tgandagidek 10 yoshdan yuqori, ya'ni ko'p sonda insonlarga nisbatan yuragi har 1 minutda 100 qitimdan ortiq so'qsa, yurak tez so'qadigan hisoblanadigan bo'lib, uning sabablari nima yoki nima sababdan yurak har 1 minutda 100 qitimdan ortiq so'qidi degan vaqtida birinchisi harakat qilish, badan chiniqtirish. İkincisi ruhiy jihatda o'zgarish, ya'ni ushtumtut o'zgarish bo'lish, ushtumtut qo'rqish, ushtumtut jiddiylashish, tashvishlanish. Uchinchisi qizitmasi eshib ketish, ya'ni badan temperaturasi yuqorilab ketgan vaqtidami u yurakning tez so'qishini keltirib chiqaradi. To'rtinchisi aroq va tarkibida kofein bor ichimliklarni ko'p ichish. Beshinchisi yuqori yoki töven qon besimi, ya'ni qon besimi normaldan yuqori bo'lgan vaqtida yoki normaldan töven bo'lgan vaqtida. Oltinchisi qondagi kaliy, natriy, kalsiy, magniy qatorliq elektroitlarningki tangpungsizligi, normalsizligi. Yettinchisi ba'zi dora va ximiyalik moddalarning aks ta'siri. Sakkizinchisi qalqansimon bezning iqtidori yuqorilab ketish. To'qqizinchisi qizil qon hujayrasining miqdori tövenlab ketish, ya'ni qon kamlik, qon ozlik. 10-si tamaki chekish, zərlik chekimliklarni chekish. Mana bular yurak tez so'qishni keltirib chiqaradigan asosli sabablar. Ya'ni bu omillar mavjud bo'lgan vaqtida bizning yurakimiz tez so'qishi normaldan ishib ketishi mumkin. Undaqda bu yurak tez so'qqan vaqtida qandaq alomatlar ko'rildi degan vaqtida buni farq etish uncha qiyin emas. Yurak normaldan tez so'qqan vaqtida yurakningki xizmat unumi tövənlab, tövəndikidek ahvollar kelib chiqishi mumkin. Birinchisi yurak silib ketishi, ikkinchisi tomir tez so'qishi, uchinchisi bosh qiyish, ko'zi to'rlashishi, to'rtinchisi nafas yetishmaslik, asrab qilishi, beshinchisi ko'krak og'rish yoki ko'krak qismi beorom bo'lgandek his qilish, oltinchisi hushidan ketish. Mana bular yurak tez so'qqan vaqtida kelib chiqadigan ba'zi alomatlar hisoblanadi. Yurak tez so'qishining oqibatlari qandaq bo'ladi yoki yurak tez so'qqan vaqtida nima oqibatlarni keltirib chiqaradi degan vaqtida yurak tez so'qishni ko'pincha ahvolda harakat qilish yoki ruhiy besim keltirib chiqaradigan bo'lib, normalda alohida kasallik yoki ergashma kasallik paydo qilmasligi mumkin. Ammo yurak tez so'qish uzun muddat davom qilsa, yurakning har bir qitim so'qishida yurakdan siqib chiqargan qonning miqdori ozlab, yurak uzun muddat töven unum bilan so'qab, tövendeki yomon oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Birinchisi badandagi muhim a'zolarga qon yetishmaslik keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchisi yurak muskullari yo'g'inishi mumkin. Uchinchisi ba'zi yurak qon tomir kasalliklari va yurak zaifligi kelib chiqishi mumkin. To'rtinchisi sakta, ya'ni ushtumtut qo'zg'algan mi qon tomir kasali kelib chiqishi mumkin. Beshinchisi yurak ritmsiz so'qishi va eng oxirida ushtumtut o'lib qilishi mumkin. Mana bular yurak tez so'qishiningki oz ko'rilsimi ig'ir bo'ladigan yomon oqibatlari.
Yurak tez soqishiningki oldini olish. Ya'ni biz qandaq qilgan vaqtimizda bu yurak tez soqishiningki oldini ola olamiz degan vaqtida, birinchisi sog'lom oziqlanish, doim badan chiniqtirish va badan ig'irligini yaxshi kontrol qilish. Ikkinchisi qon besimini normal doirada yaxshi kontrol qilish. Uchinchisi qondagi may va xolesterolning miqdorini normal doirada yaxshi kontrol qilish. To'rtinchisi tamaki chekmaslik yoki tamakini tashlash. Beshinchisi ko'p aroq ichmaslik yoki aroq ichmaslik. Oltinchisi zərlik chekimlik chekmaslik. Yettinchisi qalaymaqan dori ishlatmaslik, bo'libmi aks ta'siri bor dorilarni ishlatishdan saqlanish. Sakkizinchisi tarkibida kofein miqdori yuqori bo'lgan ichimliklarni ko'p ichmaslik. To'qqizinchisi ruhiy besimni tövaltish va kayfiyatni yaxshi tutish. Bular bizningki yurakimizning tez so'qishiningki oldini olishda nihoyatda muhim rol o'ynaydigan omillar bo'lib, biz mushu orqali yurakimizningki normal doirada so'qishiga kafolat qila olamiz. Yurakning tez so'qishiningki oldini olish mag'lub bo'lgan vaqtida yurak tez so'qishni qandoq bartaraf qilamiz degan vaqtida qizitmasi yuqorilab ketganda, harakat qilgan vaqtida yoki ruhiy jihatda ushtumtut o'zgarish bo'lgan vaqtida yurak vaqtliq tez so'qishi mumkin. Undaq ahvollarda yaxshi orom olish, kayfiyatni tengshash yoki qizitmasini tuvallatish orqali bartaraf qilish kifoya. Ammo yurak tez so'qish sababsiz qayta qo'zg'alsa yoki yurak tez so'qish uzun muddat davom qilsa, uningga hargiz sal qaramaslik kerak. Birinchi, doktorga berib, tekshirtib, yurak tez so'qishining sababini aniqlab chiqish kerak. Ikkinchisi, yurak tez so'qishni keltirib chiqargan mavjud kasallarni bartaraf qilish va uni davolash kerak. Uchinchisi, yurakning so'qishini normallashtiradigan dorilarni ishlatish kerak. To'rtinchisi, yurakning ritmliq so'qishiga yordam beradigan uskuna, ya'ni pacemaker o'rnatish. Beshinchisi, zarur bo'lgan vaqtida operatsiya qilib davolash. Mana bular yurak tez so'qishni bartaraf qilishninki konkret qadam bosqichlari va usullari. Bugungi bu yurak tez so'qishining sabablari va uning oqibati degan qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizning tinini salomat, umrni uzun qilsin. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.